Xo'sh, bugun ikkala oiladan bittalarning oyliginglarni ko'tarmoqchiman. Menikini ko'tarsa kerak. Faqat kim zo'r abzor qilib bersa, shuni oyligini ko'taraman. Shundoq ko'tarsa bo'lmasmikin? Kimdan boshlaymiz? Mendan. Bu Qozog'istondan keltirilgan halol sertifikatiga ega asalli qimiz. Buni narxi 56290 so'm, buni narxi esa 71990 so'm. Bo'ladi. Ayron go'jalarini ko'proq terib qo'yinglar, issiqda yaxshi ketadi. Xullas, mana shu dengiz mahsulotlarini har xildan bor-da, o'zingiz ko'rib olasiz. Juda ham zo'r. Ya'ni siz hozir steak uchun baliq, baliqli kotletlar, krevetka, midya, osminok hammasidan bor demoqchisiz-a? Qoyil. Yangiliklarning zo'ri doim Aylinda bo'ladi. Siz yoqtirgan mashhur brendlarning marojinlarini ham olib qo'yganmiz. Buni mazasi zo'rligini, yozda issiq kunlarda zo'r ketishini ham qo'shib qo'ying, bilsin odamlar. Xullas, mana shu qator go'sht-a, u oxirigacha. Qoyil, ya'ni siz bu go'shtlar Qashqadaryodan kelishini, qo'y, mol, tovuq, baliq hamma go'shtdan topish mumkinligini aytmoqchisizda. Siz gapirdingiz, meni yegim kelib ketdi. Unaqa demadi-ku. Aylinda ro'zg'or uchun kerakli narsalarni hamyonbop narxda topishingiz mumkin. Masalan, mana bu bo'lmaganlarni 15590 so'mdan qilib qo'ydik. Bo'ldimi, shumi? Mana ayollarimiz uchun har xil qilib soch bo'yoqlaridan olib kelib qo'yganmiz. Shularni aytmaysizmi? Aytyapman-ku. Baxsizki, marojinlardan olib kelishibdi-da, xullas. Korovka brendini har xil ta'mli trenddagi marojinlar demoqchisizda. Bravo, siz tug'ma abzorchisiz. Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. O'rtoqlar, albatta bu hazil. O'z-o'zidan kim zo'r abzor qilgani bilinib turibdi, to'g'rimi? Albatta bu Hamidov. Mard bo'lib tan olishim kerak. Jasur mendan ancha zo'r abzor qildi. Shu bolani oyligini ko'taraylik, onasi. Xotirmisizlar? Men marta aytganman sizga ishxonada onasi demang deb. Shu o'zimizga bo'lsin degdim.